41. Bilet. Birinchi savol. Qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzdi? Taqiqlovchi belgilarning 3.27 belgisi. To'xtash taqiqlangan. Bu belgi transport vositalarining to'xtashi va to'xtab turishini taqiqlanishini bildiradi. Uning ostidagi belgi esa qo'shimcha axborot ishora belgilarining 7-18 belgisi bo'lib, nogironlar mustasno deb ataladi. Bu belgining ta'siri nogiron taniqlik belgisi o'rnatilgan transport vositalariga joriy etilmaydi. Savol: qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzdi? Javob: har ikkisi to'xtash qoidasini buzdi. Ikkinchi savol: ko'rsatilgan belgilardan qay biri ilgari kiritilgan barcha cheklanishlarni bekor qiladi? 3.31 barcha cheklovlarning oxiri. 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 belgilaridan bir nechtasiga bir vaqtda amal qiladigan oraliqlarning oxiri. 3.31 belgisi yuqorida ko'rsatilgan belgilardan bir nechtasi birga yoki ketma-ket o'rnatilganda ularning ta'sir hududi oxirini bildiradi. U yo'llarda o'rnatiladigan belgilarning umumiy sonini tejash maqsadida qo'llaniladi. Masalan, yo'lda quvib o'tish va to'xtab turish taqiqlangan bo'lsa, 3.31 belgisi shu ikkala cheklovni bekor qiladi. Savol: ko'rsatilgan belgilardan qay biri ilgari kiritilgan barcha cheklanishlarni bekor qiladi? Javob: 4-raqam bilan ko'rsatilgan belgi ilgari kiritilgan barcha cheklanishlarni bekor qiladi. 3-savol: haydovchi qaysi rasmda qoidalar talablarini buzmay turib manyovr qildi? Birinchi va ikkinchi rasmda ko'rsatilgan holatda taqiqlovchi belgilarning 4.1.1 harakatlanish to'g'riga belgisidagi manyovri. 4.1.1 harakatlanish to'g'riga. Bu belgi yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi va transport vositalariga shu kesishmada faqat to'g'riga harakatlanishni buyuradi. Belgi shuningdek yo'lning boshida ham o'rnatiladi va uning buyrug'i keyingi chorrahagacha amal qiladi. Bunda yo'lning o'ng tomonida joylashgan hovli yoki yo'lga yondosh boshqa hududlarga kirishga ruxsat etiladi. Yo'l belgisi qoidasini buzgan haydovchiga eng kam oylik ish haqining 0.5 baravari miqdorida jarima solinadi. 3-rasmda axborot ko'rsatkich belgilarining 5.5 bir tomonlama harakatlanish yo'li belgi ta'siridagi manyovri. 5.5 bir tomonlama harakatlanish yo'li. Bu belgi yo'l boshida o'rnatilib, shu yo'lning butun kengligi bo'yicha transport vositalarining faqat bir yo'nalishda harakatlanishini joriy qiladi. Ushbu belgi qo'yilgan yo'lda transport vositalarining orqaga qayrilishi taqiqlanadi. Qayrilish transport vositasining qarama-qarshi harakatlanish bo'lagiga kirishi bilan tenglashtiriladi va ushbu qoidabuzarlik uchun eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Savol: haydovchi qaysi rasmda qoidalar talablarini buzmay turib manyovr qildi? Javob: 1-raqam bilan ko'rsatilgan rasmda qoidalar talablarini buzmay turib manyovr qildi. 4-savol: transport vositalari chorrahani quyidagi qaysi tartibda kesib o'tadilar? Teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada, ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar yo'l berishi kerak. Bunday chorrahalarda tramvay harakatlanish yo'nalishidan qat'iy nazar teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'lda
bir yo'nalishda yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan relsiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega. Savol: transport vositalari chorrahani quyidagi qaysi tartibda kesib o'tadilar? Javob: tramvay, avtomobil va avtobus bir vaqtda. 5-savol: agar yo'l tasmasi sidirg'a chiziq bilan ajratilib, ushbu belgi bilan belgilangan bo'lsa, avtobus haydovchisining shu tasma bo'ylab harakatlanishiga ruxsat etiladimi? 5.9 Belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan bo'lak. Bu belgi belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan bo'lakni ko'rsatadi. Belgi qaysi yo'l bo'lagi ustida joylashgan bo'lsa, shu bo'lakka tegishli bo'ladi. Yo'lning serqatnov qismlarida jamoat transportlariga qulaylik yaratish maqsadida tashkil qilingan bunday yo'l bo'laklari boshqalardan sidirg'i chiziq bilan ajratilganda unga boshqa transport vositalarining kirishi taqiqlanadi. Haydovchilar yo'lovchi tushirish yoki olish hamda o'ngga burilish uchun ushbu yo'l bo'lagining uzuq-uzuq chiziqlari bilan chegaralangan joyidan unga kirib va chiqishlariga ruxsat etiladi. Yo'nalishli transport vositalari to'xtaydigan bekatlardan yurish yoki yo'l belgisi qoidasi buzilsa, eng kam oylik ish haqining 0.5 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Savol: agar yo'l tasmasi sidirg'a chiziq bilan ajratilib, ushbu belgi bilan belgilangan bo'lsa, avtobus haydovchisining shu tasma bo'ylab harakatlanishiga ruxsat etiladimi? Javob: agar avtobus belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlansa, ruxsat etiladi. 6-savol: ko'krak qafasi shikastlangan yaradorni kerakli joyga qanday eltish kerak? Suyak siniqlarining bir-biriga nisbatan qo'zg'almasligini ta'minlash uchun ko'krak qafasiga bog'ich tarang qilib bog'lanadi. Bu holda nafas olish o'tirgan holatda erkin bo'lgan ko'krak, ko'rsoq, diafragma pardasi harakatlari hisobiga amalga oshiriladi. Savol: ko'krak qafasi shikastlangan yaradorni kerakli joyga qanday eltish kerak? Javob: yaralangan yoni bilan yotgan yoki yarim o'tirgan holda. 7-savol: relsiz transport vositalarining harakatlanishi uchun bo'laklar soni qanday aniqlanadi? Yo'l transport vositalari va piyodalarning harakatlanishi uchun qurilgan yoki moslashtirilgan yer yoxud sun'iy inshoot yuzasi. Yo'l avtomobil va shahar elektrotransport yo'llari hamda trotuarlarni o'z ichiga oladi. Harakatlanish bo'lagi avtomobillarning bir qator bo'lib harakatlanishi uchun kengligi yetarlicha bo'lgan, yo'l chiziqlari bilan belgilangan yoki belgilanmagan yo'l qatnov qismining har qanday bo'ylama bo'lagi. Agar chiziqlar yoki yo'l belgilari bo'lmasa, haydovchilar harakatlanish bo'laklari sonini, qatnov qismining kengligini, transport vositalari orasidagi zarur yollanma oraliq masofani va ularning gabarit o'lchamlarini hisobga olgan holda o'zlari aniqlaydilar. Savol: relsiz transport vositalarining harakatlanishi uchun bo'laklar soni qanday aniqlanadi? Javoblar: bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi yoki bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi yo'l belgilari bilan, yo'l yotiq chizig'i bilan, haydovchining o'zi tomonidan
qatnov qismining kengligini, transport vositalarining o'lchamlarini va ular orasidagi zarur oraliq intervallarni hisobga olib. To'g'ri javob barcha sanab o'tilgan usullar bilan. 8-savol. Avtopoyezdni shu vaziyatda, agar u 40 km/soatdan kam tezlik bilan harakat qilayotgan bo'lsa, quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Tartibga solinmaydigan chorrahalarda, asosiy hisoblanmaydigan yo'llarda harakatlanishda quvib o'tish taqiqlanadi. Savol. Avtopoyezdni shu vaziyatda, agar u 40 km/soatdan kam tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Javob taqiqlanadi. 9-savol. Ikki tomonlama harakatli yo'lda 3 ta bo'lak bor. Siz o'ngga burilishingiz zarur. Siz ushbu manyovrni qaysi bo'lakdan amalga oshirasiz? Haydovchi aylanma harakatlanish tashkil qilingan chorrahalarga kirish uchun burilishdan boshqa barcha hollarda o'ngga, chapga burilish yoki qayrilib olishdan oldin shu yo'nalishda harakatlanishi mo'ljallangan qatnov qismining eng chetki holatini egallashi shart. Savol. Ikki tomonlama harakatli yo'lda 3 ta bo'lak bor. Siz o'ngga burilishingiz zarur. Siz ushbu manyovrni qaysi bo'lakdan amalga oshirasiz? Javob o'ng bo'lakdan. 10-savol. Qish vaqtida orqa yetakchi ko'prikli avtomobilda chuqur bo'lib qolgan g'ildirak izidan qanday chiqish mumkin? Qish vaqtida orqa yetakchi ko'prikli avtomobilda chuqur bo'lib qolgan g'ildirak izidan uncha katta bo'lmagan tezlikda chiqiladi. Birinchi galda boshqaruv chambaragini chiqish tomonning ro'parasiga, keyin esa chiqish tomonga shiddat bilan burish kerak. Savol. Qish vaqtida orqa yetakchi ko'prikli avtomobilda chuqur bo'lib qolgan g'ildirak izidan qanday chiqish mumkin? Javob uncha katta bo'lmagan tezlikda chiqish, birinchi galda boshqaruv chambaragini chiqish tomonning ro'parasiga, keyin esa chiqish tomoniga shiddat bilan burish kerak. Bilimimizni oshirishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek chorraha. Ushbu yo'nalishimizda tirbandlik bor. Nexia to'g'riga, Matiz o'ngga, Spark chapga qayrilmoqchi. Barchasi piyodalarni o'tkazib yuboradi. Savol: 5 soniyadan keyin chorrahani qaysi mashina birinchi kesib o'tadi? To'ppa-to'g'ri, birinchi bo'lib Damas. Bu uchalasi piyodalarni o'tkazguncha bordyurdan shartta o'tib, piyodalarga signal chalib, trotuardan qayrilib, zinak tagidan hech qayerga qaramay minga qo'yib ketadi. Shuning uchun Damaslardan ehtiyot bo'lamiz, ayniqsa liniyadagi. 42-bilet. Birinchi savol. Kunning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitlarda yo'lda qoldirilgan yo'l mashinalari, qurilish materiallari, qurilmalar va hokazolar bildirilishi kerak. Yo'llarda ta'mirlash ishlarini bajarishga javobgar mansabdor va boshqa shaxslar ishlar olib borilayotgan joyda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga majbur. Bunday joylar, shuningdek yo'ldan tashqariga olib chiqish imkoniyati bo'lmagan ish bajarmayotgan yo'l mashinalari, qurilish materiallari, qurilma va shunga o'xshashlar tegishli yo'l belgilari, yo'naltiruvchi va to'suvchi moslamalar bilan sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda esa qo'shimcha qizil yoki sariq chiroqli ishoralar bilan belgilanishi kerak.
ta'mirlash ishlari tugagandan so'ng transport vositalari va piyodalarning xavfsiz harakatlanishi ta'minlangan bo'lishi kerak. Savol: kunning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitlarda yo'lda qoldirilgan yo'l mashinalari, qurilish materiallari, qurilmalar va hokazolar bildirilishi kerak. Javoblar: tegishli yo'l belgilari bilan, yo'naltiruvchi va tevaragini o'rovchi moslamalar bilan, qizil yoki sariq yoritgich chiroqlari bilan. To'g'ri javob barcha sanab o'tilgan alomatlar bilan. Ikkinchi savol: haydovchi qanday holda bu belgining talablarini to'g'ri bajaradi? 2. Tor. Yo'l bering. Bu belgi chorrahalar oldida o'rnatilib, haydovchining tartibga solinmagan chorrahada asosiy yo'ldan yaqinlashib kelayotgan transport vositalarga yo'l berishi kerakligini bildiradi. Asosiy yo'lning yo'nalishini ko'rsatish maqsadida ushbu belgi 7-13 asosiy yo'lning yo'nalishi qo'shimcha axborot belgisi bilan ham birga o'rnatiladi. Bunda faqatgina qo'shimcha belgida ko'rsatilgan asosiy yo'ldagi transport vositalarini o'tkazib yuborib, o'zidan o'ng tomonda joylashgan ikkinchi darajali yo'ldagi transport vositalariga yo'l berishi lozim. Agar asosiy yo'l chorrahada yo'nalishini o'zgartiradigan bo'lsa, asosiy yo'lda harakatlanayotgan transport vositalari o'zaro teng ahamiyatli yo'llar kesishgan chorrahada harakatlanish qoidasiga amal qilishlari shart. Ikkinchi darajali yo'ldagi transport vositalari ham ushbu qoidaga amal qiladilar. Ushbu qoidaga amal qilmay, avariya holatini yuzaga keltirgan haydovchilar eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida jarimaga tortiladi. Eslatib o'tamiz, tartibga solingan chorrahalarda imtiyoz belgilariga amal qilinmaydi. Bunday chorrahalarda harakat tartibga soluvchi yoki svetofor orqali amalga oshiriladi. Savol: haydovchi qanday holda bu belgining talablarini to'g'ri bajaradi? Javob: kesishadigan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l beradi. Uchinchi savol: oq chiziq bilan belgilangan orolchaga kirishga ruxsat etiladimi? 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 qiya chiziqlar. Enli qiya chiziqlar transport vositalari oqimi ajraladigan yoki qo'shiladigan, shu bilan birga qarama-qarshi oqimni ajratuvchi va yo'naltiruvchi orolchalarni bildiradi. Jumladan 1.16.1 qiya chizig'idan iborat orolcha transport vositalari oqimining qarama-qarshi harakatini ajratsa, 1.16.2 qiya chiziqli orolcha transport vositalari oqimi ikkiga ajraladigan nuqtaga chiziladi. Bunda bir yo'nalishda kelayotgan transport vositalari oqimi shu chiziq chizilgan joydan tegishli yo'nalishlar bo'yicha ajraladi. 1.16.3 qiya chiziqli orolcha aksincha harakat oqimi o'zaro qo'shiladigan joyni bildiradi. Bir yo'nalishda, lekin alohida yo'llarda harakatlanayotgan transport vositalari oqimi shu chiziqlar o'rnatilgan joydan umumiy oqimni tashkil qiladi. Transport vositalarining oqimi qiya chiziqlarning yo'nalishi bo'ylab amalga oshiriladi. Orolchalarning chegarasi esa ravon chiziq bilan belgilanadi va uni kesib o'tish yoki ustida to'xtash taqiqlanadi.
Yo'l chiziqlari bilan belgilab qo'yilgan talablarga rioya qilmaganlik uchun eng kam oylik ish haqining 0,5 baravari miqdorida jarima belgilanadi. Savol: oq chiziq bilan belgilangan orolchaga kirishga ruxsat etiladimi? Javob: taqiqlanadi. 4-savol: qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan, tutashgan chorrahalarda haydovchi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Ko'k kabinali yuk avtomobil haydovchisi o'ng tarafdan kelayotgan qizil yengil avtomobil haydovchisiga yo'l beradi. Savol: qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Javob: ko'k avtomobilning haydovchisi yo'l berishi kerak. 5-savol: harakatlanish ruxsat etilgan. Tartibga soluvchining qo'llari tushirilgan bu ishorasida relsli transport vositalari uchun faqat to'g'riga harakat qilishga ruxsat etiladi, lekin uning o'ngga burilishi taqiqlanadi. Ko'rsatilgan holatda relsiz transport vositalari uchun to'g'riga va o'ng tomonga harakat qilish uchun ruxsat etiladi, lekin qizil avtomobilning chapga burilishi taqiqlanadi. Savol: harakatlanish ruxsat etilgan. Javob: yuk avtomobilga va mototsiklga. 6-savol: qaysi transport vositasining haydovchisi qayrilib olishni to'g'ri bajarmoqda? Chorrahadan tashqaridagi qatnov qismining kengligi chetki yon holatdan qayrilib olish uchun yetarli bo'lmasa, ushbu manyovrni qatnov qismining o'ng chetidan, yo'lning o'ng yoqasidan amalga oshirish mumkin. Bu holda haydovchi bir yo'nalishdagi va qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalariga yo'l berishi shart. Savol: qaysi transport vositasining haydovchisi qayrilib olishni to'g'ri bajarmoqda? Javob: har ikki haydovchi qayrilib olishni to'g'ri bajarmoqda. 7-savol: avtomobil haydovchisi uni boshqa transport vositalari quvib o'tayotganda qanday harakat qilish kerak? Quvib o'tilayotgan transport vositasining haydovchisiga harakat tezligini oshirish yoki boshqa xatti-harakatlar bilan quvib o'tishga to'sqinlik qilish taqiqlanadi. Savol: avtomobil haydovchisi uni boshqa transport vositalari quvib o'tayotganda qanday harakat qilish kerak? Javob: harakat tezligini oshirish yoki boshqa xatti-harakatlar bilan quvib o'tishga to'sqinlik qilmasligi kerak. 8-savol: qo'l bilan beriladigan ogohlantiruvchi ishora qoidalarga muvofiq qachon tugallanishi mumkin? Burilish ko'rsatkichi yoki qo'l bilan berilayotgan ishora manyovrni bajarishdan oldinroq berilishi va uni tugallagach darhol to'xtatilishi kerak. Qo'l bilan berilayotgan ishorani manyovrni bevosita bajarishdan oldin tugallash mumkin. Savol: qo'l bilan beriladigan ogohlantiruvchi ishora qoidalarga muvofiq qachon tugallanishi mumkin? Javob: manyovrni bevosita bajarishdan oldin.
9. Savol. Jarohatdan behushllanganda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatish kerak? Jarohat shoki malakali tibbiy yordam talab qiladigan muhim funksiyalarining jiddiy jabrlanishidir. Shifokor kelguniga qadar birinchi tibbiy yordam tartibida jabrlanuvchiga o'ta avaylovchi sharoitlar yaratib berish lozim. Ya'ni uni yotqizish, o'rab qo'yish, og'riq qoldiruvchi dori berish, tomir urishi va nafas olishini nazorat qilish kerak. Savol. Jarohatdan behushllanganda birinchi tibbiy yordamni qanday ko'rsatish kerak? Javob. Mutlaq tinch qo'yish, boshni tushirish, oyoqlarni ko'tarish, badanni isitish, qaynoq ichimlik, choy va shu kabilar berish. Bog'langan jugutni vrachsiz yechmaslik va bo'shatmaslik kerak. 10. Savol. Ko'rsatilgan belgilardan qay biri avtopoyezdni bildirish uchun o'rnatiladi? Avtopoyezd ulagich moslamalari bilan ulangan, egarli shatakka oluvchi va yarim tirkama yoki yuk avtomobili va tirkamalardan iborat transport vositasi tarkibi. Avtopoyezd belgisi. Avtopoyezd yuk avtomobillari va g'ildirakli traktorlarda tirkama bo'lganda, shuningdek tutashtirilgan avtobus va trolleybus kabinalari tomining old qismi o'rtasiga bir qator qilib 150 dan 300 mm gacha oralikda ko'ndalang joylashtirilgan 3 ta zarg'aldoq rangli chiroq yoki ichidan yoritiladigan tomonlarining har biri 250 mm bo'lgan sariq rangli uchburchak shaklidagi belgi. Savol. Ko'rsatilgan belgilardan qay biri avtopoyezdni bildirish uchun o'rnatiladi? Javob. Har ikki belgi avtopoyezdni bildirish uchun o'rnatiladi. Onasini emsin. Ha, aka. Shunaqa ham baland qiladimi? Bolalarning xavfsizligi uchun. Hop, asfaltni o'zidan qilib balo bormi? Bilinmaydi ham. Yo'l uchun maxsusini o'rnatib qo'yinglar. O'zicha shu mahirlar bor-da. Bolalar ko'chaga yugurib chiqishi mumkin. Sizlar nima qilayotgan bo'lasizlar u paytda? Aka, bu ko'cha bolalar maydonchasi emas. Aka, sizni ham bolangiz bordir? Bor. Mana o'tiribdi orqada. Yuragini hovuchlab. Qo'rqib ketdi bola, yana. Kırk üçüncü bilet. Birinchi savol. Bu joyda quvib o'tishga ruxsat etilganmi? Biru 2. Shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi belgisi. Bu belgi transport vositalarining yo'lda shlagbaumsiz, ya'ni qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasi borligi haqida haydovchini ogohlantiradi. Temir yo'l kesishmalarida va ulargacha 100 metrdan kam masofa qolganda quvib o'tish taqiqlanadi. Savol. Bu joyda quvib o'tishga ruxsat etilganmi? Javob. Taqiqlanadi. Ikkinchi savol. Qaysi belgi kesishadigan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l berish majburiyatini yuklaydi? 2. Tor. Yo'l bering. Bu belgi chorrahalar oldida o'rnatilib, haydovchining tartibga solinmagan chorrahada asosiy yo'ldan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerakligini bildiradi. Asosiy yo'lning yo'nalishini ko'rsatish maqsadida ushbu belgi 7-13 asosiy yo'lning yo'nalishi qo'shimcha axborot belgisi bilan ham birga o'rnatiladi.
Bunda faqatgina qo'shimcha belgida ko'rsatilgan asosiy yo'ldagi transport vositalarini o'tkazib yuborib, o'zidan o'ng tomonda joylashgan ikkinchi darajali yo'ldagi transport vositalariga yo'l berishi lozim. Agar asosiy yo'l chorrahada yo'nalishini o'zgartiradigan bo'lsa, asosiy yo'lda harakatlanayotgan transport vositalari o'zaro teng ahamiyatli yo'llar kesishgan chorrahada harakatlanish qoidasiga amal qilishlari shart. Ikkinchi darajali yo'ldagi transport vositalari ham ushbu qoidaga amal qiladilar. Ushbu qoidaga amal qilmay, avariya holatini yuzaga keltirgan haydovchilar eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida jarimaga tortiladi. Eslatib o'tamiz, tartibga solingan chorrahalarda imtiyoz belgilariga amal qilinmaydi. Bunday chorrahalarda harakat tartibga soluvchi yoki svetofor orqali amalga oshiriladi. Savol: qaysi belgi kesishadigan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l berish majburiyatini yuklaydi? Javob: 4-raqam bilan ko'rsatilgan belgi yo'l berish majburiyatini yuklaydi. 3-savol: transport vositasining haydovchisi oldinda to'xtash chizig'i chizilgan va svetoforning yashil yoritgichi yoniq bo'lgan chorrahaga yaqinlashayotib nima qilish kerak? 1-12 to'xtash chizig'i svetoforning taqiqlovchi ishorasida transport vositalari uchun to'xtash joyini bildiradi. Svetoforning yashil yoritgichi yoniq bo'lganda chorrahaga yaqinlashayotib to'xtash chizig'i oldida to'xtamay chorraha orqali harakatni davom ettirish mumkin. Savol: transport vositasining haydovchisi oldida to'xtash chizig'i chizilgan va svetoforning yashil yoritgichi yoniq bo'lgan chorrahaga yaqinlashayotib nima qilish kerak? Javob: to'xtamay chorraha orqali harakatni davom ettirishi. 4-savol: qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berishi kerak? Ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar yo'l berishi kerak. Savol: qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berishi kerak? Javob: mototsikl haydovchisi yo'l berishi kerak. 5-savol: bunday vaziyatda haydovchi nima qilish kerak? Bolalar guruhini tashish taniqlik belgisi o'rnatilgan transport vositasi to'xtaganda unga yaqinlashayotgan haydovchi harakat tezligini kamaytirishi, zarur bo'lsa to'xtashi va bolalar guruhini o'tkazib yuborishi kerak. Savol: bunday vaziyatda haydovchi nima qilishi kerak? Javob: qatnov qismidan o'tayotgan bolalarga yo'l berish kerak. 6-savol: qaysi transport vositasining haydovchisi aylanma harakatli kesishmaga to'g'ri chiqadi? Aylanma harakatlanish tashkil qilingan chorraha. Haydovchi aylanma harakatlanish tashkil qilingan chorrahalarga kirish uchun burilishdan boshqa barcha hollarda o'ngga, chapga burilish yoki qayrilib olishdan oldin shu yo'nalishda harakatlanishi mo'ljallangan qatnov qismining eng chetki holatini egallashi shart.
Savol: qaysi transport vositasining haydovchisi aylanma harakatli kesishmaga to'g'ri chiqadi? Javob: har ikki haydovchi aylanma harakatli kesishmaga to'g'ri chiqadi. 7-savol: avtobus haydovchisiga yo'lovchilarni tushirish uchun to'xtashga ruxsat etiladimi? To'xtagan transport vositasi bilan sidirg'a chiziq qatnov qismining chetini belgilovchi chiziqdan tashqari ajratuvchi bo'lak yoki qatnov qismining qarama-qarshi cheti orasidagi masofa 3 metrdan kam bo'lgan joylarda to'xtash taqiqlanadi. Savol: avtobus haydovchisiga yo'lovchilarni tushirish uchun to'xtashga ruxsat etiladimi? Javob: taqiqlanadi. 8-savol: siz quvib o'tish uchun chiqdingiz va bexosdan ro'paradan kelayotgan avtobusni ko'rib qoldingiz. Agar siz quvib o'tishni tugallay olishingizga ishonchingiz bo'lmasa, siz haydovchi quvib o'tishni boshlashdan oldin o'zi o'tmoqchi bo'lgan harakatlanish bo'lagi quvib o'tish uchun yetarlicha masofada bo'sh ekanligiga, quvib o'tish jarayonida harakatlanishga xavf tug'dirmasligiga va boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit bermasligiga, shu bo'lakda orqada harakatlanayotgan transport vositasi quvib o'tishni boshlamaganligiga, oldinda harakatlanayotgan transport vositasi quvib o'tish, chapga burilish, qayta tizilish ishorasini bermayotganligiga, quvib o'tishni tugallayotganda quvib o'tayotgan transport vositasiga xalaqit bermasdan ilgari egallagan bo'lakka qaytab o'tib olishiga ishonch hosil qilish kerak. Agar siz quvib o'tishni tugallay olishingizga ishonchingiz bo'lmasa, siz tezlikni kamaytirishingiz va avvalgi egallagan bo'lakingizga qaytishingiz kerak. Savol: siz quvib o'tish uchun chiqdingiz va bexosdan ro'paradan kelayotgan avtobusni ko'rib qoldingiz. Agar siz quvib o'tishni tugallay olishingizga ishonchingiz bo'lmasa, siz javob: tezlikni kamaytirishingiz va avval egallagan bo'lakingizga qaytishingiz kerak. 9-savol: manyovr vaqtida haydovchi har doim ogohlantiruvchi ishora berishi kerakmi? Yuqoridagi video tasvirda aks etgan holatni o'zingiz ko'rdingiz. Yo'l harakati qoidalarining 46-bandiga ko'ra, burilish haqida ogohlantirish ishorasini berish haydovchiga birinchi o'tish, oldin o'tish huquqini bermaydi. Shuni inobatga olgan holda haydovchilarga qaysi yo'nalishga harakatlanmoqchi bo'lishsa, o'sha yo'nalish uchun qulay bo'lgan tasmani oldindan egallab kelib harakatlanishlarini tavsiya qilamiz. Videodagi holat yuzasidan boshqa haydovchiga xalaqit bergan haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda tegishli chora ko'rilgan. Burilish ko'rsatkichi yoki qo'l bilan berilayotgan ishora manyovrni bajarishdan oldinroq berilishi va uni tugallagach darhol to'xtatilishi kerak. Qo'l bilan berilayotgan ishorani manyovrni bevosita bajarishdan oldin tugallash mumkin. Ishoralar boshqa yo'l harakat qatnashchilarini chalg'itmasligi kerak. Savol: manyovr vaqtida haydovchi har doim ogohlantiruvchi ishora berish kerakmi? Javob: faqat harakatning boshqa ishtirokchilarini chalg'itmagan hollarda. 10-savol: ishlamayotgan boshqaruv ruli bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga borishga ruxsat etiladimi? Rul boshqaruvi ishlamayotgan transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi.
Savol: ishlamayotgan boshqaruv ruli bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga borishga ruxsat etiladimi? Javob: taqiqlanadi. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, tartibga soluvchining o'ng qo'li oldinga uzatilganda, chap yonidan relsiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda, oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi. Orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. 44-bilet. Birinchi savol: aholi yashaydigan joylardan tashqarida yuk avtomobil yukxonasida odamlarni tashishda qanday eng yuqori tezlikda harakatlanishga ruxsat etiladi? 5.24 aholi yashaydigan joyning boshlanishi. 5.25 aholi yashaydigan joyning oxiri. 5.24-5.25 asosi ko'k rangli belgilar oralig'ida aholi yashaydigan joylarda harakatlanish tartibini belgilovchi talablarga amal qilinmaydi, balki yuqori tezlik yo'l harakati qoidalari bilan belgilanadi. Har qanday yo'llarda yukxonasida odam tashiyotgan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 60 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. Savol: aholi yashaydigan joylardan tashqarida yuk avtomobil yukxonasida odamlarni tashishda qanday eng katta yuqori tezlikda harakatlanishga ruxsat etiladi? Javob: 60 km/soat bilan harakatlanishga ruxsat beriladi. Ikkinchi savol: bu belgida qaysi yuk avtomobili harakatni davom ettirishi mumkin? 3.4 yuk avtomobillarining harakatlanishi taqiqlangan. Bu belgi transport vositalarining to'la vazni ko'rsatilgan yoki ko'rsatilmagan shakl ko'rinishida bo'ladi. Agar belgida vazni ko'rsatilmagan bo'lsa, to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari va tizimli transport vositalari, traktorlar, o'zi yurar mashina hamda mexanizmlarning ushbu belgi o'rnatilgan yo'llarda harakatlanishi taqiqlanadi. Bu belgi bortlarga oq qiya chiziq tortilgan maxsus yuk avtomobillari, yuk taksilari, odamlarni tashiyotgan, shuningdek, shu belgi ta'sir doirasida xizmat ko'rsatayotgan yuk avtomobillarining harakatlanishini taqiqlamaydi. Savol: bu belgida qaysi yuk avtomobili harakatni davom ettirishi mumkin? Javob: ruxsat etilgan to'la vazni 8 tonnadan ortiq bo'lmagan avtomobil harakatni davom ettirishi mumkin. Uchinchi savol: bu yotiq chiziq nimani bildiradi? 1.15 kvadratlar shaklidagi chiziq. Kvadratlar bilan belgilangan chiziq yo'lning velosiped yo'lkasi kesib o'tadigan joyini bildiradi. Chorrahadan tashqarida velosipedchilar shu yo'ldagi transport vositalariga yo'l berishlari kerak. Chorrahalarda esa transport vositalari haydovchilari piyodalar bilan birga velosipedchilarga ham yo'l beradilar. Ushbu qoida buzilgan taqdirda eng kam oylik ish haqining 0,5 baravari miqdorida jarima belgilanadi. Savol: bu yotiq chiziq nimani bildiradi? Javob: velosiped yo'lkasi qatnov qismini kesib o'tadigan joyni bildiradi. To'rtinchi savol: ruxsat etilgan to'la vazni
3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobilining haydovchisiga avtomagistrallarda nima taqiqlangan? Avtomagistrallarda orqaga harakatlanish taqiqlanadi. Savol: ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobilining haydovchisiga avtomagistrallarda nima taqiqlangan? Javob: orqa bilan harakatlanish taqiqlangan. 5-savol: yo'lovchilarni tushirish uchun bu belgi o'rnatilgan bo'lakda to'xtashga ruxsat etiladimi? 5.9 belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan bo'lak. Bu belgi belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan bo'lakni ko'rsatadi. Belgi qaysi yo'l bo'lagi ustida joylashgan bo'lsa, shu bo'lakka tegishli bo'ladi. Yo'lning serqatnov qismlarida jamoat transportlariga qulaylik yaratish maqsadida tashkil qilingan bunday yo'l bo'laklari boshqalardan sidirg'i chiziq bilan ajratilganda, unga boshqa transport vositalarining kirishi taqiqlanadi. Haydovchilar yo'lovchi tushirish yoki olish hamda o'ngga burilish uchun ushbu yo'l bo'lagining uzuq chiziqlari bilan chegaralangan joyidan unga kirib va chiqishlariga ruxsat etiladi. Yo'nalishli transport vositalari to'xtaydigan bekatlardan yurish yoki yo'l belgisi qoidasi buzilsa, eng kam oylik ish haqining 0,5 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Savol: yo'lovchilarni tushirish uchun bu belgi o'rnatilgan bo'lakda to'xtashga ruxsat etiladimi? Javob: agar bo'lak qatnov qismining o'ng chetida joylashgan va u yotiq uzluksiz chizig'i bilan qatnov qismidan ajratilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi. 6-savol: qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Transport vositalari tor yo'lakdan o'tishining 3 xil tartibi bor. Birinchi, tor yo'lakdan o'tishda hech qanday yo'l belgilari o'rnatilmagan bo'lsa, bu holda to'siqqa uchragan transport vositasi ro'paradan harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berishi kerak. Ikkinchi, tik nishablik va tik balandlik yo'l belgilari bilan belgilangan tor yo'laklarda nishablik tomon harakatlanayotgan transport vositasi yuqoriga harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berishi kerak. Uchinchi, zarur hollarda tor yo'laklarda ro'para harakatlanishning ustunligi ro'parada harakatlanishga nisbatan imtiyoz yo'l belgilarini qo'llab, o'tish tartibini o'zgartirish mumkin. Savol: qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Javob: yuk tashuvchi avtomobilning haydovchisi yo'l berishi kerak. 7-savol: chorrahani kesib o'tish navbatini ko'rsating. Ikkinchi darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar
yo'l berish kerak. Asosiy yo'ldagi qizil va yashil avtomobil o'zaro bir vaqtda chorrahani kesib o'tadi. Savol: chorrahani kesib o'tish navbatini ko'rsating. Javob: qizil ayni vaqtda yashil bilan ko'k. 8-savol: qayta tizilishda haydovchi boshqa transport vositalariga yo'l berishi kerakmi? Haydovchi qayta tizilishda yon bo'lakda yo'nalishini o'zgartirmasdan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Bir yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari bir vaqtda qayta tizilayotganlarida haydovchi o'ng tomondagi transport vositasiga yo'l berishi kerak. Savol: qayta tizilishda haydovchi boshqa transport vositalariga yo'l berish kerakmi? Javob: kerak, agar transport vositasi qo'shni bo'lak bo'yicha yo'lakay harakat qilsa. 9-savol: Tiyagach haydovchisi nima qilish kerak? Aholi punktlaridan tashqaridagi yo'llarda sekin harakatlanayotgan yoki katta hajmli transport vositasini quvib o'tish qiyin bo'lgan hollarda uning haydovchisi ushbu transport vositasini iloji boricha yo'lning o'ng tomoniga olishi, zarur bo'lganda esa orqasida to'planib qolgan transport vositalarini o'tkazib yuborish uchun to'xtashi kerak. Savol: Tiyagach haydovchisi nima qilishi kerak? Javob: to'xtab, orqasida to'plangan transport vositalarini o'tkazib yuborish kerak. 10-savol: mazkur taniqli belgisi nimani bildiradi? Turumlangan, ya'ni turmaklangan, tishli, shipli. Turumlangan shinali mexanik transport vositasining orqasiga teng tomonli, ichiga qora rangda T harfi tushirilgan, qizil hoshiyali, oq rangli uchburchak shaklidagi belgi o'rnatiladi. Uchburchakning tomonlari transport vositasining turiga qarab 200-300 mm. Hoshiyaning kengligi uchburchak tomonining 1/10 qismiga teng bo'lishi kerak. Savol: mazkur taniqli belgisi nimani bildiradi? Javob: mexanik transport vositasiga turumlangan, tishli, shipli shina o'rnatilganini bildiradi. Chiroq tugashi bilan boshlanadi. Boshlandi. Kelayotganligi joyida. Ana kelyapti. Yoqaman. Ledni to'g'ri o'rnat. Bittasi dalnisini o'chirmay kelyapti. Yoqaman. Dalnini o'chir. Uxladik. Men nima dedim? Nima dedim senlarga? Mana shu. Ko'zimni ko'r qilay dedi. Kamroq led farada yurish kerak. Aqlli mashinam Spark. Ishlab chiqarishi to'xtatilgan. Led fara mumkin menga. To'g'ri o'rnatmagansiz-ku. Eski linzada turibdi. To'g'ri o'rnatish kerak. Ana, led tuning bor. Cho'tki qilib, tuning qilib o'rnatib berishadi. Sanlardan so'rayman endi. Qonundan so'raysiz. Led faralarni to'g'ri o'rnatish sharti bor.
Dadam kimligini bilasizmi? Nima? Oyingiz aytmaganmilar? Orli farini to'g'ri o'rnat. 45-bilet. Birinchi savol. Ro'paradan kelayotgan avtomobil haydovchisi qanday yo'l tutishi kerak? Haydovchilar ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroqmayoqcha va maxsus tovushli ishoralarni yoqqan holda yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga, shuningdek, ularning kuzatuvidagi yaqinni yorituvchi chiroqlar yoqilgan transport vositalariga to'siqsiz o'tib ketishlari uchun yo'l berishlari shart. Savol. Ro'paradan kelayotgan avtomobil haydovchisi qanday yo'l tutishi kerak? Javob. Yalt-yalt etuvchi chiroqmayoqchasi yoqilgan avtomobilga xalaqit bermasdan harakatni davom ettirish kerak. Ikkinchi savol. Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishiga ruxsat etiladi? To'g'ri, yengil avtomobillar harakati. Yengil avtomobillar, avtobus, mototsikllar, yo'nalishli transport vositalari va ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari harakatlanishiga ruxsat etiladi. Belgining ta'sir oralig'ida yashovchi va ishlovchi fuqarolarga tegishli. Ularga yoki korxonalarga xizmat ko'rsatuvchi transport vositalariga bu belgi tatbiq etilmaydi. Bunday hollarda transport vositalari belgilangan joyga eng yaqin chorrahadan kirib yoki chiqib ketishlari kerak. Belgi shaharning markaziy ko'chalarida yuk avtomobillari, traktorlar, ot aravalar, velosipedlar harakatlanishini taqiqlash uchun qo'llaniladi. yetti uch bir, 732, 733. Ta'sir yo'nalishlari. Ushbu qo'shimcha axborot belgilari chorraha oldida o'rnatilgan taqiqlovchi, buyuruvchi va axborot ishora belgilari bilan birgalikda qo'yilib, ularning ta'sir yo'nalishi o'ng, chap yoki ikkala tomonga tegishli ekanini ko'rsatadi. Misol uchun, chorrahada 3-4 yuk avtomobillarining harakati taqiqlangan belgisi 731 qo'shimcha belgisi bilan birga qo'yilgan bo'lsa, unda shu yo'ldan kelayotgan yuk avtomobili to'g'riga va chapga burilishi yoki orqaga qayrilishi kerak. Chunki 731 qo'shimcha belgisi chorrahaning o'ng tomonidagi yo'lda yuk avtomobillarining harakati taqiqlanganini ko'rsatmoqda. Xuddi shunday 732 qo'shimcha belgisi asosiy belgining ta'siri chap tomonga, 733 esa har ikkala tomonga tegishli ekanligi haqida axborot beradi. Savol. Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishiga ruxsat etiladi? Javob. Barcha yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etiladi. Uchinchi savol. Bu yo'l belgisi nimani bildiradi? 529/1, 529/2 yo'l raqami. 529/1 yo'l belgisi yo'l yoki yo'nalish boshlanishiga o'rnatiladi va har 15-20 kilometrda takrorlanadi.
529.2 yo'l belgisi yo'lning yo'nalishini va raqamini ko'rsatish uchun chorraha oldida o'rnatiladi. 529.1 va 529.2 belgilari avtomagistrallarda o'rnatilganda yashil rangda, boshqa yo'llarda ko'k rangda bo'lishi kerak. Savol: bu yo'l belgisi nimani bildiradi? Javob: yo'l marshrut raqamini ko'rsatadi. 4-savol: avtomagistralda ajratuvchi bo'lakning uzilishlariga kirishga ruxsat etiladimi? Avtomagistral yo'llarda ajratuvchi bo'lakning texnologik uzilish joyiga kirish va qayrilib olish taqiqlangan. Savol: avtomagistralda ajratuvchi bo'lakning uzilishlariga kirishga ruxsat etiladimi? Javob: taqiqlanadi. 5-savol: transport vositalari chorrahani quyidagi qaysi tartibda kesib o'tadilar? Svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning yo'naltirgichli yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi boshqa yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Chorrahadan birinchi bo'lib qizil avtomobil va so'ngra tramvay va yashil avtomobil bir vaqtda kesib o'tadi. Savol: transport vositalari chorrahani quyidagi qaysi tartibda kesib o'tadilar? Javob: qizil avtomobil, tramvay, ayni vaqtda yashil avtomobil bilan. 6-savol: qaysi transport vositasining haydovchisi yo'lda tezlanish bo'lagi bo'lganda unga chiqish qoidasini buzdi? Sekinlanish bo'lagi bo'lgan yo'llarda burilmoqchi bo'layotgan haydovchi o'z vaqtida shu bo'lakka o'tishi va tezlikni faqat unda kamaytirishi kerak. Yo'lga chiqish joyida tezlanish bo'lagi bo'lsa, haydovchi unda harakatlanishi va qo'shni bo'lakda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berib, transport oqimiga qo'shilishi kerak. Savol: qaysi transport vositasining haydovchisi yo'lda tezlanish bo'lagi bo'lganda unga chiqish qoidasini buzdi? Javob: yashil avtomobilning haydovchisi chiqish qoidasini buzdi. 7-savol: 3 bo'lakli bo'lgan ikki tomonlama harakatlanadigan yo'llarda ro'paradagi harakat uchun mo'ljallangan chetki chap bo'lakka o'tishga ruxsat etiladimi? Harakat ikki tomonlama bo'lgan va chiziqlar bilan belgilangan 3 ta bo'lakli yo'llarda ikki yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan o'rta bo'lakka faqat quvib o'tish, aylanib o'tish, chapga burilish va qayrilib olish uchungina chiqishga ruxsat etiladi. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap bo'lakni egallash taqiqlanadi. Savol: 3 bo'lakli bo'lgan ikki tomonlama harakatlanadigan yo'llarda ro'paradagi harakat uchun mo'ljallangan chetki chap bo'lakka o'tishga ruxsat etiladimi? Javob: taqiqlanadi. 8-savol: haydovchi to'xtash oldidan ogohlantiruvchi ishora berishga qachon majbur? Haydovchi harakatlanishni boshlashdan, qayta tizilishdan, burilish, qayrilib olishdan va to'xtashdan oldin tegishli yo'nalishni ko'rsatuvchi yorug'lik ishoralarini yoqishi, ular bo'lmaganda yoki ishlamaganda qo'l bilan ishoralar berishi shart.
Savol: haydovchi to'xtash oldidan ogohlantiruvchi ishora berishga qachon majbur? Javob: barcha hollarda ogohlantiruvchi ishora berishga majbur. 9-savol: to'xtash qoidasini buzgan hamma haydovchilar qaysi javobda ko'rsatilgan? Yo'l harakati qoidalariga ko'ra 7.2.2 to'xtash va to'xtab turishni taqiqlovchi belgilarning ta'siri saqlangan oraliqni ko'rsatadi. Belgida ta'sir masofasi mavjud bo'ladi. 7.2.3 ushbu taqiqlovchi belgilarning ta'sir oralig'i oxirini ko'rsatadi. Belgidan keyin ta'sir yo'qoladi. 7.2.4 haydovchilarga ularning mazkur taqiqlovchi belgilar ta'siri doirasida ekanliklari haqida axborot beradi. Belgidan oldin ham keyin ham ta'sir saqlanadi. Belgi ta'siridagi mototsikl va qizil yengil avtomobil haydovchisi to'xtash qoidasini buzdi. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap bo'lakda to'xtagan ko'k yuk avtomobil ham to'xtash qoidasini buzdi. Savol: to'xtash qoidasini buzgan hamma haydovchilar qaysi javobda ko'rsatilgan? Javob: barcha transport vositalarining haydovchilari to'xtash qoidasini buzgan. 10-savol: agar transport vositasining ishchi tormozining samaradorligi qoidalar talablariga javob bermasa, u holda siz majbursiz? Javob: nosozlikni o'sha joyda bartaraf etishga, agar buning iloji bo'lmasa, zarur ehtiyot choralariga rioya qilgan holda to'xtab turish joyiga yoki ta'mirlashga olib borish kerak.